Gentra, Cobalt, Malibu deysizlar, lekin baribir Nexia 2 o'rni boshqacha. Do'stlar, diğer avtoga bugun xudo xolasa Nexia 2'miz geldi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Bahası 46 milyon so'm do'stlar. Avtokrediti eldimden 4 milyon so'm bilan chiqadi. 3 yıla aylık to'lovi 2 milyon 400 ming so'm bo'ladi do'stlar. Qayna tarifi 10 milyon so'm alohida bo'ladi do'stlar. Hozir bir qator mashina ishlarini ko'rsatib o'tamiz. Mashinamız balonları ortacha, metan gaz balonları var. Kraskalarni ustalar bilan ko'rib olaverasizlar. Yurgan kilometri 204 ming tutdi. İşlerini holati. Bir suratga qilib, aynalar. Kimga qiziqar bo'lsa, pastdan nomerlarimizni qoldiramiz. Diğer haftaga kelaverasizlar. Sotiladigan mashina sotib kelsangizlar, qo'llangancha sotishga yordam beramiz. Diğer haftada sizdan kutib qolamiz.